mezalar hammaga har xil tavsiya qilinadi. Yuzni o'rganib chiqib, anatomiyadan kelib chiqib, meza muolajasini har bir mijozga individualniy yondashib, uni bilan yuzini gaplashib, yuzlariga teginib, terisini o'rganib chiqib, meza muolajasi tavsiya qilinadi. Ba'zi bir yuzlarimizga kerak bo'ladi gialuron kislotasi, ba'zi bir yuzlarimizga kerak bo'ladi peptidlar bilan to'yintirish, vitamin C'lar bilan oziqlantirish, ba'zi bir yuzlarimizga kerak bo'ladi PDRNlar, ko'zlarni tagidagi osilishlar, yamочкаlar paydo bo'lishi, bularni gellar bilan ba'zi mijozlarimiz to'ldirishga harakat qilishyapti, fillerlar bilan ya'ni. Lekin men tavsiya qilmagan bo'lardim, chunki ko'z osti orbitalari bular ochiq, yumshoq va chuqur bo'lganligi sababli u yerdan siljib fillerlar boshqa joyga o'tishi, o'zi yuzlarimiz biz kattaroq, dumaloqroq bo'lganligi sababli ularga umuman fillerni yuziga qo'yishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Faqatgina lablarni namlantirish, tabiiy ko'rinishini orqaga qaytarish uchun foydalanishlarini tavsiya qilgan bo'lardim.